Ot so'raganlarga Sarasadan 10 yashar vidroli davomida ko'rib o'tamiz. Oxinboyevdan yerkovlar otimiz sotilar ekan 5 yashar ekan. Qarang, yerkovlar otlar sotilyapti. Denodan. So'raganlarga Sheroboddan 7 yashar vidroli davomida ko'rib o'tamiz. Ot so'raganlarga 4 yashar Deno Kalildan vidroli davomida ko'rib o'tamiz. Katta tuya kelibdi 5 yashar, 6 yashar, 3 yashar vidroli davomida ko'rib o'tamiz. Uydan ham sotamiz. Qush laqabli ot so'raganlarga Sarasadan 8 yashar 8 yashar sho'rchidan vidroli davomida ko'rib o'tamiz. Sotildi ekan vidroli davomida ko'rib o'tamiz. Qaytarib yana sotamiz kalend bo'lsa. 3 yashar yaqinda tug'ar ekan vidroli davomida ko'rib o'tamiz. Ot so'raganlarga sho'rchidan 6 yashar. Denodan 6 yashar vidroli davomida ko'rib o'tamiz. Hozir kirdi bozorga. Bunisi Sarasadan 9 yashar. So'raganlarga 3 yashar vidroli davomida ko'rib o'tamiz. Bobotog'dan keyin ikkita toy sotiladi. Vidroli davomida ko'rib o'tamiz. Va yana toy so'raganlarga bunisi ham bor. Bu Denodan adashmasam. Barchaga yangilik salom, sizlar bilan Surxon TV kanali. Bugun sana 5-fevral 2026-yil Surxondaryoda Sarasa Payshanba ot bozoridan ot narxlari, toy narxlari, biya narxlari hamda tuya narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Video yoqsa albatta like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. 1-2-3 haftadan beri ot bozorida chormagandik. Mana bugun kelib sizlar uchun ot bozorida choramiz. YouTube'da Surxon TV kanalida chiqadi. Instagramda ot bozor Surxondaryo. Xo'p, azomchariz mana aka otlarni qarang. Bugun ot bozoriga shuncha ot kirgan. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun videoga olib tanishtiramiz. Qanday videoni boshladik. Qaytgancha uydan Denodan 8 ta toy bor, sotiladi. Agar bugun videoga olsam, YouTube'ga ham, Instagramga ham qo'yaman. Agar videoga olmasam, Adilni saytga joylayman. Ot Sarasadan 10 yashar otimiz mana aka Sarasa qizil bayroqdan 10 yashar katta otimiz sotilyapti ekan. Mana xo'p, aka uloqlarga qatnash yurganmi aka? 10 yashar otimiz Sarasa qizil bayroqdan. Laqab nima aka buni? Rembo. Rembo laqabli 10 yashar otimiz sotilyapti ekan. Aka bu yil qanchalar bor? Bilmaysizmi? 1.55 dan plyus bo'lsa kerak-da. Rembo laqabli 10 yashar ot. Aka narxi necha pul buni? Ha? Necha bilyapsiz? 40 million so'm baho qo'yilyapti. Savdo necha bo'ldi aka? Necha? 30 bo'ldimi? 40 million so'm baho qo'yilyapti. 30 million atrofida savdo bo'ldi ekan. Sarasa qizil bayroqdan mana bo'yra po'shdan otimiz 40 baho qo'yilyapti. 30 savdo bo'ldi deyapti. 10 yashar ot. Mana shunday ot sotilyapti ekan. Xo'p, kelishtirib beramiz deyapti. Aka nomerni aytib qo'ying. Telefon nomer bormi yo'qmi? Telefon nomer yo'q ekan. Shundan narxi bilan tanishtiramiz mana aka. Yerni egasi berganlarda nomerni aytib o'tamiz. Ot so'raganlarga Surxondaryoda Sheroboddan 7 yashar otimiz bozorga kelibdi ekan, sotiladi. Ot olaman deganlar bo'lsa, marhamat 7 yashar. Aka buni laqab nima otdi? Biron. Jiran Qashqa ekan. Sheroboddan 7 yashar otni tanishtiramiz mana orqa taraflari bilan. Azomchamiz mana 7 yashar ot sotilyapti ekan. Aka ulog'i qanday buni? O katta. O katta. Ulog'i bormi aka? 7 yashar otni necha bilyapsiz aka? 30 million so'm baho qo'yilyapti. Savdo necha bo'ldi aka? 30 million so'm baho qo'yilib, 24,5 million atrofida savdo, 20 million atrofida savdo bo'lgan ekan, 30 baho qo'yilyapti. Kelishtirib beramiz aka. Nomerni ayting aka. 99lik 034 7802 mi? 7802 shu nomerga bog'lanasizlar. Sheroboddan 7 yashar otimiz sotiladi. Aka kelishtirib beramiz deyapti. Ot olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Farhodjon, iltimos uka, 5 million qarzingni beryargin. 10 million olib 5 millionni hisobotdan berasan. Qolganini qachon berasan? Iltimos uka, o'g'limni o'ylantirganman. Pul zarar. Mana aka. Zarar bo'lgan paytda kerak bo'ldimi, endi kerak emasmi? Iltimos, qaynog'ang Rizomatdan pulni 5 million qarzingni beryar. Davlat uka. Xo'p, sog' bo'ling. Ot so'raganlarga Deno Kalildan 4 yashar otimiz sotilyapti ekan, mana ko'k tulpor. Xo'p, aka 4 yasharmi bu? 4 yashar. Uloqlarga qatnashyaptimi endi aka? Endi o'rgatyapsizmi? Mana 4 yashar Deno Kalildan ko'k tulporimiz sotilar ekan mana. Aka nech bilyapsiz buni endi? 40 million baho qo'yasiz. Bu qancha aka balandligi? 1.55 dan ziyodmi? 1.60 plus deyapti, baland ham deyapti. Xullas Deno Kalildan 4 yashar mana otimiz sotilyapti ekan. Mana orqa taraflari bilan aylantirib ko'rsak, xullas mana jullangan, yaxshigina sostenida otimiz. Aka nech pul dedingiz? 40 million so'm baho qo'ydingiz. Savdoni ayting aka.
20 so'rayapti. 40 baho qo'yiladi, 20 million so'rayapti. Endi 20 dan chiqsa sotish niyat bormi aka? Kelishamiz, ha? Nomerni ayting aka. 95lik 95lik 3 ta 0 82 82 87 ta 3 ta 0 82 87 ga bog'lanasizlar. Deno kallidan 4 yashar otda aka kelishtirib beradi. Tuya so'raganlarga Surxondaryoda Denoda mana har doimgidek akamiz tuyalarni olib kelibdi ekan. Mana bo'yi katta, uzun aka. Bugun bu dafa katta tuyalarni olib kelibsan. Bunisi nima aka? Erkakmi, urg'ochimi? Bunisi-chi? Bu ham erkak. Bu urg'ochi. Ikkita erkak, bitta urg'ochi, udar tuya, katta tuyalar olib kelibdi. Endi quroli yaqinda mana ro'za kelyapti, suyishgada. Shu bilan ta'minlayapman. Xalta o'yla mana akamiz katta tuya. Aka bu ikkita kattasi yosh nechiga? 5 yashar, 6 yashar. Maydasi-chi? Maydasi 2 yashar ekan. Mana tuya olaman deganlar bo'lsa, bunisi urg'ochi, bu ikkitasi erkak ekan. Bu 5 yashar, bu 6 yashar. Xullas mana tuyalarni qarang. Tuya oladiganlar bo'lsa, hozir narxi bilan tanishtiramiz. Aka bu tuyalarning narxi qanday? Mana birinchisi. Ikkitasi 20 dan baho qo'yib, kelishtirib beriladi. Savdoni ayting aka. Savdasi ikkovi bir joyga 30 so'rayapti ekan. Maydanchi aka? Maydan 11 qilyapti. Maydan 11 qilyapti. Kelishtirib beramiz, ha? Aka nomerni ayting. 90lik 145 90lik 145 30 nomeriga bog'lanasizlar. Tuya olaman deganlar bo'lsa, aka Denodan borib uydan ham olishingiz mumkin. Qora bayir ot so'raganlarga Sarasadan 8 yashar qora bayir otimiz sotilar ekan, mana aka uloqchi otlardan 8 yashar. Aka bo'yi qancha bor buni? Balandligi? 1.55 1.60 dan ziyodmi? 1.60 bor ekan. Mana qora qush laqabli otimiz 8 yashar. Aka narxi necha pul? 35 deyapsiz. Savdo necha bo'ldi aka? 35 baho qo'yilyapti, 25 savdo bo'ldi ekan. Mana aka otni aylantirib ko'rsatayin. Sarasani oti 8 yashar, 35 baho qo'yilyapti, 25 million savdo bo'ldi ekan. Kelishtirib beriladi aka. Nomerni aytib qo'ying aka. 99lik 746 23 32 shu nomerga bog'lanasizlar. Ot olaman deganlar bo'lsa, qora qush laqabli otimiz sotilar ekan, mana Sarasiyoniki ekan. Dena Oxunboyevdan yerkovlar otimiz sotilar ekan, 5 yashar ekan. Qarang, yerkovlar otlar sotilyapti Denodan 5 yashar shu amakdan. Amak nech pul deyapsiz 5 yasharni yerkovlarni? Ha? 30 million so'm baho qo'yapti 5 yashar ot. Asovmi deyman? Yovoshmi? Xullas mana ulog'i bor ekan, 5 yashar ming'a ot ekan. 30 nechi deyapsiz? 30 million so'm baho qo'yapti. Savdo nechi bo'ldi aka? Mana shu odam savdo qilyapti. Nechi? Ha? 2000 dollar so'rayapti. Bosing. 2000 dollar so'rayapti. Mana 30 million so'm baho qo'yapti, 2000 dollar savdo qilyapti ekan. Kelishtirib beramiz deb. Aka nomerni aytib qo'ying. Nomerni aytib qo'ying. 90lik 294 80 shu nomerga bog'lanasizlar. Denodan ot 5 yashar sotilar, kelishtirib beramiz deb. 30 baho qo'yib 2000 dollar savdo bo'lyapti. Otimiz sho'rchidan ekan, 8 yashar ot sotilyapti ekan, mana sho'rchidan 8 yashar otimiz, mana uloqchi otlardan. Xo'p, nazomcharimiz. Aka buni o'zi rangi shunday ham basharalari. Mana oldi taraf kallasi qarang, rangi shunaqa ekan. Xo'p, 8 yashar. Aka laqabi nima buni? Choka laqabli 8 yashar ot. Choka? Ha, chokami, cholkami shunaqa eganda xullas. Xo'p, 8 yashar. Aka uloqqa kiradimi? Uloqlarga kiraver aka. Bo'yi qancha bor balandligi katta? 1.75 chiqadimi? Xo'p, nech pul deyapsiz? Narxi 35 baho qo'yilyapti. Savdoni ayting. Savdo bo'ldimi yo'qmi hali? 35 baho qo'yilyapti. Hali savdo bo'lgan yo'q, kelishtirib beramiz deyapti. Katta nomerni ayting. 95lik 235 33 38 shu nomerga bog'lanasizlar. Mana aka sho'rchidan kelgan otimiz sotilar ekan. Bozorga hozir kirdi bitta erkak toycha sotildi ekan. Aka yosh nechida buni? 2 yashar. Qayerda ot aka bu? Sho'rchidan oldingiz, ha? Nech pulga oldingiz aka? 12 millionga olindi. Hozir eshikdan kirdim, men ko'rdim. 12 millionga sotildi olibdi ekan mana aka. Alaka 12 ga sotib olindi, klin bo'lsa yana sotamizmi? Bu dehqonga berdi, dehqon. Ha, dehqonga olib. Necha yoshda edi?
O katta. 2 yasharmi, 3 yasharmi? 3 yasharmi, 2 yasharmi aka bu? 2 yashar. Ming'i ekan, yuganlari ham bor ekan. Mana aka 12 ga sotildi. Aka nomerni aytib qo'ying aka. 99lik 113 0395 nomerga bog'lanasizlar, mijozi kelsa sotadilar. Biya toy so'raganlarga Qiziriqdan 3 yashar biya toy o'chamiz sotuvda ekan, 3 yashar toy olaman deganlar bo'lsa marhamat. Aka bu qisirmi, bo'g'ozmi? Va katta qisirmi, bo'g'ozmi bu? Bo'g'oz baytal ekan, 3 yashar mana udar baytalcha sotilyapti ekan Qiziriqdan. Mana keyin azomcharimiz. Aka necha oylik bo'lgan hozir? Yaqinda tug'ar ekan. Nech pul deyapsiz aka buni? 30 million so'm baho qo'yilyapti. Savdoni ayting aka. 30 million so'm baho qo'yapti, 23 million so'm so'rayapti ekan. Mana bo'g'oz biyacha yaqinda tug'ar ekan, kelishtirib beramiz. Aka uyda yana bormi yo'qmi? Hozir sotilgan shu, nomerni aytib qo'ying aka. 90-nechilik? 95lik 218 0206 nomerga bog'lanasizlar. Qiziriqdan Urg'och 3 yashar biyamiz bo'g'oz sotilar ekan. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Like-chani bosib qo'yinglar. Mana biya olaman deganlar bo'lsa marhamat. Sheroboddan akamiz ikkinchi otini tanishtiraman. Bu birinchisini tanishtirdim. Aka buni yosh nechida? 4 yashar ot, Sherobodda ot mana azomcharimiz. Bo'ylari ham balangina, chiroyligina, yoshgina toy 4 yashar sotilyapti ekan mana. Sheroboddan kelgan otlar. Mana ot sotaman deganlar bo'lsa Telegramga jo'nasangiz, o'zimiz internetga qo'yib beramiz. Albatta xizmat haqqisi bor. Internetga only Instagram, YouTube, Telegram. Aka bu 4 yashar nech pul deyapsiz? 20 baho qo'yasiz. O narxi udarki savdo nechi bo'ldi aka? 20 baho qo'yiladi, 16 million savdo bo'ldi ekan, kelishtirib beramiz deyapti. 16 dan endi chiqsa sotamiz nasib. Aka uyda yana ot ko'pmi deyman sotiladigan? Nomerni aytib qo'ying aka. 99lik 034 78 02 shu nomerga bog'lanasizlar. Sherobodda 4 yashar oti va esa mana bu oti bor ekan. Aka kelishtirib beramiz deb uyda yana izi bor, bog'lanasizlar. Sarasa Boybirdan 9 yashar otimiz sotilar ekan. Ot tanishtirayin. Aka bo'yi qancha bor? 1.50 dan ziyodmi? 1.50lar bor ekan. Sarasa Boybirdan 9 yashar desa, 9 yashar ot sotilyapti ekan. Nech pul deyapsiz aka buni? 30 million so'm baho qo'yapti, 18 million so'rayapti ekan. Mana 30 baho qo'yildi, 18,5 so'rab bermadingiz. Endi 20 dan nari bersa beriladi-da. Nomerni aytib qo'ying aka. 99lik 375 24 87 shu nomerga bog'lanasizlar. 9 yashar otimiz sotilar ekan. Mana shunday ot oladiganlar bo'lsa, aka kelishtirib beradi. Sarasa Boyburda. Aka bu ot qayerdiki? Deno'diki aka. Boya kirib keldingiz, ha? Yeshidan boya kirib keldi ona. Deno'dan ot sotilar ekan, bo'yi baland ot ekan. Aka yoshi nechida? 6 yashar ot. Mana Deno'da oti. Xo'p, bo'yi qancha bor aka? Ko'p balanga o'xshayapti. 1.70 dan ziyodmi aka? 1.70lar bor ekan Deno'dan. Necha yoshda deysiz? 6 yashar Deno'dan. Aka narxi necha pul buni? Mana 30 million so'm baho qo'yapti ekan. Aka savdo necha pul bo'ldi? Hali bo'lgan yo'qmi yo'q? Hozir keldingiz, yeshidan kirdingiz, ko'rdim. 30 deyapsiz, kelishamiz, ha? Nomerni aytib qo'ying aka. 95lik 186 85 02 shu nomerga bog'lanamiz. Va yana ot so'raganlarga sho'rchidan akamiz 6 yashar otni olib kelibdi ekan. Sotgani 6 yashar mana aka yosh otlardan olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Aka bo'yi 1.50 dan ziyodmi? 1.50 dan ziyod mana aka 6 yashar dedingizmi? 6 yashar. Nech pul deyapsiz aka? 20 million so'm aka baho qo'yapti. Savdoni ayting aka. 20 baho qo'yib 16 million so'rayapti ekan, kelishtirib beramiz deyapti. Sho'rchidan akaga bog'lanasizlar. Aka nomerni ayting. 99lik 678 40 76 shu nomerga bog'lanasizlar. Mana aka sho'rchidan otimiz sotilar ekan. Shu aka kelishtirib beradi. Urg'och otlarni tanishtiramiz. Mana aka sho'rchidan keyin urg'ochi toychamiz. Aka yosh nechida buni? 2 yashar toy. Mana sho'rchidan keyin 2 yashar urg'och toy. Ha deb erkak emas, urg'ochdan ham tanishtiraylik. 2 yashar toyni nech pul deyapsiz aka? 20 million so'm baho qo'yapsiz. Savdoni ayting aka. 20 baho qo'yasiz, 16 savdo o'tdi ekan. Mana urg'och toy sho'rchidan. Aka uyda yana bormi yo'q bittami? Nomerni aytib qo'ying aka, sotsangiz. 95lik 445
42 47. 42 47 ekan. Shu nomerga bog'lanasizlar. Aka necha pul sotamiz buni endi? Qaraymizda. Hozir necha pul bo'ldi? 16 bo'lib bermaysizmi? Zo'r narx bo'libdi, ozroq qo'shsa sotamiz, ha? Xo'p, mana aka oq tulpor deymizmi, qanaqa deymiz, rangi ham bir udar ekan. Erkak urg'ochimi bu? Erkak ekan. Xo'p, ot ekanda xullas. Necha pul yapsiz aka buni? Yoshi qanday aka buni? 3 yashar. Bu mini to'ylardan mana yoqadan. 3 yashar ekan mana. 18 deyapsizmi aka? Savdoni ayting aka. 18 baho qo'yapti, 14 bo'pti ekan. 3 yashar ekan. Aka bu qanaqa to'y endi bu? Oddiy to'ymi, bunaqa yungdor to'ylar emasmi? Ha, xullas 18 baho qo'yapti, 14 million savdo bo'ldi ekan. Aka nomerni aytib qo'ying. 94lik 462 462 1472 shu nomerga bog'lanasizlar. Mana 3 yashar toycha oladiganlar bo'lsa marhamat. Yosh toylar mana urg'och toylarimiz Qumqo'rg'ondan ekan. Aka yoshiga to'lganmi bu? Necha pul deyapsiz buni? 9 deyapsiz. Savdo necha bo'ldi? 9 million so'm baho qo'yiladi. 7 million 8 savdo bo'ldi ekan. Bermadingizmi aka 7 million 8 ga? Kelishamiz ha? Nomer bo'lsa aytib qo'ying aka, agar uydan sotaman desangiz. 97lik 86 52 52 shu nomerga bog'lanasizlar. 7 million 8 ga bermagan. 1,5 yashar bo'lganmi aka? 1 yashar ekan uni. Kelishtirib beradi. Va yana to'y so'raganlarga, bu to'ylar qayerda amak? Qayerdiki? Bobotoqdan ikkovi ham urg'ochimi aka? Bu urg'ochi, unisi erkak, ha? Xo'p, yoshiga to'lgan aka bular. Endi to'ladi. Endi yoshiga to'larkan, Bobotoqdan kelgan, bunisi urg'ochi, bunisi erkak ekan. Narxi qanday aka bularni? Undan baho qo'yadi. O'ndan baho qo'yapsiz. Savdoni ayting aka. O'ndan baho qo'yapti ekan, to'ylarni. Savdosi necha pul bo'ldi aka? O'ndan baho qo'yib 7,5 dan savdo bo'ldi ekan. Mana to'y olaman deganlar bo'lsa, yoshiga to'lgan to'ylar ekan Bobotoqdan. Amak nomerni aytib qo'ying. Yo, agar uyda izi bo'lsa ayting, yana sotamiz. Izi yo'qmi bo'ldi. Mana aka narxi bilan tanishamiz, nomeri yo'q ekan. Xo'p.